Sodiq chavandoz qissasining davomi. Tarixiy manba milodning 1216-sanasi. Chingizxonning buyrug'iga binoan Merkit ismli qabilani tormor qilib, orqaga qaytayotgan mo'g'ullarning Jo'joxon, Subutoy va Toxuchar No'yon boshchiligidagi qo'shin Muhammad Xorazmshoh bilan o'chakishib qolib jangga kirishadi. Xorazmshoh qo'shini mag'lubiyat sari yuzlanishi mumkin bo'lib turgan o'rinda Rob taolo ularning o'ng qanotidagi iqtidorli va jasur jangchi Jaloliddin bosh bo'lgan qo'shinga nusrat ato etdi. O'sha vaqtda Jaloliddin 18 yoshni qarshi olgan edi. Manba tafsiloti tugadi. Usmon og'a shom namozidan so'ng qavm erkaklarini yalanglikka gulxan yoqib, uning atrofiga jamlanishni buyurdi. U o'z o'g'illari va Aminni olib, o'tin ko'tarib qavm keladigan manzilga hozir bo'ldi. Ular gulxanni baralla yoqib olishgach, Usmon og'a qavmga yuzlanib, Allohga hamd, payg'ambarga salovat aytib, xitob qila boshladi. Ey mening iymon bulog'idan qonib ichgan jasur, bir-biri bilan haq ustida inoq bo'lgan qavmim, yurt ustida g'alamisona quzg'unlar uchayotgan ongda ogoh bo'laylik. Ular 20 ming qo'shin bilan Irg'iz tomonda ba'zi qabilalarni talab qaytmoqda ekan. Biz Jaloliddinning qo'shini safida turib, yovga hujum qilmoq uchun borib, unga sadoqat ila yordam ko'rsatmog'imiz kerak. Siz suyukli qavmim, bunga ne deysizlar? Albatta boramiz. Siz faqat bizni yaxshilikka chaqirgansiz, Usmon og'a. Buyuring, bosh ustiga qabul qilamiz. Ey mening jondan afzal qavmim, nusrat faqat va faqat Allohning izni bilan bo'lur. Shuni hech qachon unutmangki, Alloh azza va jalla Qur'onda agar sizlarga Allohning o'zi yordam bersa, sizlarga g'olib bo'lguvchi yo'qdir degan. Shuning uchun hech qachon shamshiringizga, qalqoni sovutingizga va chopqir otlaringizga ishonib qolmang. Jasur ekanligingiz sizni aldab qo'ymasin. Albatta Usmon og'a, aytganlaringizni qulog'imizga qo'rg'oshinday quyib olamiz inshaalloh. Menga bir paytlar shayton g'olib kelib, o'z qavmimga qilich ko'targan edim. Endi o'sha gunohkor qo'lim va gunohkor qilichim ila sizlar bilan birga Jaloliddin safiga borib, bosqinchilarga qarshi kurashaman. Qavm ichida norozi kayfiyat va norozi ohanglar yangray boshladi. Nega endi siz borarkansiz? Axir biz yosh yigitlar, qarilikka hali qadam qo'ymagan kishilar turibmiz-ku. Mening ham burchim bor-ku. Sizning burchingiz qolayotgan xasta va qari kishilarimizni hamda ahillarimizni biz qaytgunimizcha rioya qilib turishingizdir, dedi Aminning tog'asini Niyozali. To'g'ri aytayapti, to'g'ri. Uning so'zini quvvatlashdi hamma. Usmon og'a chuqur o'yga toldi. Boshini egib biroz turdi va qavmga yuzlanib ularga murojaat qildi. Mayli qavmim, men sizlarning xizmatingizdagi odamman. Agar men ham borganimda juda yaxshi bo'lar edi. Abu Bakr bu ummat tepasida turganda uni ham Madinada qoldirgan edilar. To'g'rimi ey qavm, dedi yana Aminning tog'asi. To'g'ri. Siz biz uchun qavmimizning Abu Bakrisiz, ey Usmon og'a, hayqirishdi qavm. Bas qilinglar. Abu Bakr bu ummatning payg'ambarlardan so'ng eng afzalidir. Men unga mislda hargiz barobar bo'la olmayman, ammo u kishidek bo'lmoqqa harakat qilaman. Mayli, men ovulda qolaman. Siz esa suyukli yigitlarim, Allohning nomi ila safarga otlaning. Alloh barchamizni yana qayta ko'rishni nasib aylasin. Amin, dedi Aminning tog'asi Niyozali. Barchalari qo'llarini duoga ochib, Yaratgandan nusrat va ofiyat so'rab iltijo qilishdi. Ey qavmim, menda yana bir taklif bor. Agar izn bersalaringiz aytsam. Ayting Usmon og'a, ayting. Inshaalloh g'alaba bilan qaytib kelsalaringiz, eson omon ko'rishsak, Aminni soliha bir qayliqqa uylantirsak, nima deysizlar? Inshaalloh Aminga valima qilamiz. Juda ajoyib fikr. Uni oilali qilamiz, hayqirdi qavm. Kim qizini beradi Aminga? Ixtiyorlilar bormi o'zi? Men beraman. Amin mening kuyovim bo'ladi. Qavm go'yoki hozir to'y boshlaydigandek olamazonga tushib qoldi. To'xtanglar ey qavm.
safar adog'iga yetsin. Sizlar qaytib kelinglar, inshaalloh buni ham Qur'a yo'li bilan yechamiz. Qilich bilan emas, deya kulimsirab tinchlantirdi qavmni Usmon og'a. Amin esa uyalganidan boshini yerga qadab olganicha, ijolatdan boshini ko'tara olmay qolgan edi. "Hov, kuyov bo'tam, turing o'rningizdan." Aminning qo'ltig'idan tutib, tabassum bilan dedi Usmon og'a. "Xuftonni qavm bilan o'qib bo'lgach, yo'lga otlanasizlar." Qavmdan tarkib topgan qo'shin oradan kunlar o'tib, Jaloliddinning qo'shiniga yaqinlashib qoldi. Qavmga bosh bo'lib kelayotgan Niyozali qavm qo'shiniga to'xtashni buyurdi. O'zi oldiga oti bilan chiqib, qavmga burildi. "Sheryurak navkarlarim, biroz tin olib tursalaringiz. Men va yana 3 kishi katta qo'shin mas'ullari yoniga borib so'zlashib kelamiz. Ularga qanday tarzda qachon qo'shilishimizni va bizlarga qanday topshiriqlar berishini bilib kelamiz. Qani men bilan birga borgani ko'ngilli 3 kimsa bormi?" "Ha, mana men birga boraman" deya ovozlar yangradi. To'xtanglar. Men o'zim ichlaringdan saralab olaman. Kimning ismini aytsam, o'sha yonimga chiqadi. Eshitdilaringmi? Navkar jim bo'lib qolishdi. Hamma mening nomim chiqsaydi deb umid qilardi. Idris, Ismoil va Ishoq. Qani yonimga chiqinglar. Bir-biriga rang ro'yda, kelbatga o'xshagan 3 pahlavon otlarini kishnatib, Niyozalining yonida hozir bo'lishdi. "Mening itoatli navkarlarim, yaxshilik uzra yuz ko'rishgunimizcha yaxshi tin olib yaratganga tasbih, tahmidda bo'linglar. Musulmonlarga zafar tilanglar", deya Niyozali otini oldiga niqtadi. Uning ortidan esa 3 pahlavon otlarini choptirganicha unga ergashishdi. Bir-biriga o'xshash 3 pahlavon Usmon og'aning katta o'g'illari edi. Usmon og'a o'g'illarning hammasiga anbiyolarning ismini tanlab qo'ygan edi. Usmon og'a ayollaridan avval 5 qiz farzand ko'rgan edi. Katta ayoli egizak qiz, qolgan 3 ayoli esa bittadan qiz tuhfa qilishdi. Keyin esa avvalgi 3 ayoldan 3 o'g'il ko'rdi. Bular ana Niyozali ortidan ketgan kelbatli Idris, Ismoil va Ishoqlar edi. Keyin yillar o'tib 4 tala ayolning ikkisi qiz va ikkisi o'g'il tuhfa qilishdi. Bu 2 o'g'ilni Ilyos va Iso deya yana anbiyolar ismi bilan nomlashdi. Qavm qo'shnini tin olayotganlari ichida bu 2 pahlavon Ilyos va Iso ham mavjud edi. Usmon og'a oxirgi farzandli bo'lishida katta va o'rtancha ayolning tuqqan 2 o'g'lidan ajrashish dog'ini topdi. Ikkinchi ayoli egizak qiz, so'nggi ayoli ham bir qiz hadya qilishgan edi. Asr namozi o'qib bo'lingach, Ilyos va Iso saf oralab yurib Aminni topishdi, uni chekaroqqa yetaklab savolga tutishdi. "Ey Amin, nega dam olmay qayerlarda yuribsan, uka?" "Hech, o'zim otlarni tomosha qilib, qilichimni o'tkirlab, daryo labiga borib keldim. Biz kelinoyinglarga Aminga yaxshi juft topib turinglar deb tayinlaganmiz. Otam aytganlaridek, eson-omon ovulga qaytib borsak, seni boshingni ikkita qilamiz, uka", dedi Ilyos. "Ha, birodar akam Ilyosning aytganlari to'g'ri. Kelinoyinglar albatta senga mos kelinni topib qo'yishadi. Ayniqsa bu ishda onalarimiz kelinlariga qarab o'tirishmaydi. O'zlari bosh bo'lib, qayliq izlashadi senga", dedi Iso. Qo'ysalaringchi, avval yovni bir tarafli qilaylik. Namuncha meni uylanishimga havas qilib qoldinglar? Axir biz seni tug'ishgan ukamizdan ham yaxshi ko'ramiz, Amin. O'zimizni kenjamiz deb e'tibor qilamiz. Undan so'ng esa otamizni quvontirgan narsa bizlarni ham shod qiladi. Otam bizni farzandlarimizdan ham seni yaxshi ko'radi", kuyunib gapirdi Ilyos. Iso esa uni quvvatlab, boshini irg'ab turardi. "Men ham Usmon og'ani yaxshi ko'raman. Hozir ham uning yo'qligi meni yuragimni o'rtayapti. Albatta u kishiga zafar xushxabari bilan birga kuyov chavandoz bo'lib boraman. Qandayam ajoyib ukamiz bora. Mana bu boshqa gap", dedi Ilyos va Iso Aminni bag'rilariga bosib qo'yishdi. Olisdan o'zlari tomonga tezlashib kelayotgan suvoriyga tikilib turishdi. U yaqinlashgach, Niyozali ekanligi ma'lum bo'ldi. Har yerda o'tirgan qavm kishilari o'rinlaridan turib, o'zlarini yetakchisiga peshvoz chiqishdi. Usmon og'aning 3 o'g'li qaytib kelmaganiga taajjublanishdi. Idris, Ismoil va Ishoqlarni qo'shinning avvalgi qismida harakatlanishi uchun olib qoldilar. Biz esa dovyurak navkarlarim, hoziroq Jaloliddinning qo'yi navkarlari safiga barchamiz borib qo'shilamiz. Qani hamma otlansin. "Biz ham avvalgi qism tarkibidan o'rin olsak bo'lmaydimi, tog'ajon?" so'radi Amin.
Qo'shin tuzilmasini men emas, mas'ullar tuzadi jiyan. Sening esa tajribaviy qo'shinga qo'shilishing uchun yana fursat kerak. Ortiqcha savollarni bas qilib, qani ortimdan yuringlar deya otining tizginini tortdi Niyozali. Jang shiddat ila Irg'iz daryosi bo'yida boshlanib ketgan edi. 60 ming qo'shin bilan 20 ming dushmanga qarshi jangga kirgan Muhammad Xorazmshoh qo'shini mo'g'ullarning chapdastligi oldida sal bo'lmasa yutqazishi mumkin edi. Ammo qo'shinning o'ng qanotida jang olib borayotgan Jaloliddinning mardonavorligi va iqtidorligi sabab mo'g'ullarni chekinishga majbur qildi. Mo'g'ullar qorong'u tunda maydondan chekinib tarqadi. Ushbu jangda oz talofatlarga qaramay, mohirlik ila kurashgan Idris, Ismoil va Ishoqlar foniy olam bilan vidolashdilar. Jarohatlanganlarni va nobud bo'lganlarni jamlash arafasida ularning jonsiz tanalari qonga belanib yotar edi. Barchalarini yuvmay, kafanlamay, janoza o'qib tuproqqa topshirishdi. Niyozali qo'mondonlar yig'ilajak chodirga borib kelgach, avval Ilyosni, so'ng Isoni bag'riga bosib, ularga ta'ziya izhor qilgan bo'ldi. Ko'zidagi namni artib, otiga mindi va qavmga qarab dedi: "Ey jasoratni o'ziga et bilgan pahlavonlarim, jang yaratganning irodasi ila bizlarning foydamizga nihoya topdi. Jaloliddinning muzaffarona g'alabasi uchun bizning qavmdan 3 kishi qurbonlik berdi. Kechagina menga hamnafas bo'lib, yelkama-yelka kelgan Idris, Ismoil va Ishoqlar qo'shinning oldida yovga jiddiy qarshilik ko'rsata turib shahid bo'ldilar. Jaloliddinning shamshiri doim o'tkir bo'lsin. Endi qavmim ortimizga qaytishga amr bo'ldi. Hamma otlariga joylashib ortimdan yursin." Amin ko'zidagi ham quvonch, ham qurbon bo'lgan og'alariga bo'lgan muhabbati olib kelgan ayriliq yoshlarini arta Ilyos va Isoni bag'riga bosib, to'lib yig'ladi. Ilyos va Iso ham ota bir akalarining sharafli tarklari munosabati bilan to'lib turgan ko'ngillari Aminning ta'ziya izhori chog'ida yana ham qattiq ta'sir qilib, unsiz pahlavonlarga xos yig'iga tushdilar. Qavmdagi navkarlar otlariga minish amri bo'lganligi uchun otlariga mingan holda ikkisining yelkalariga urib qo'ygan holda ta'ziya izhor qilib o'tishardi. Amin esa otini minib, tog'asining chap yonidan o'rib olib, jo'nab boshdi.